Futbolchilarimiz, ayniqsa O'zbekiston milliy terma jamoasida o'ynayotgan hujumchilarimiz uchun bu hafta juda ham sermahsul o'tyapti. Bilasiz, Abbosbek Fayzullayev Başakşehir klubiga o'tgandan keyin hozirgina do'stlar o'zi birinchi o'yin jarohatdan keyin salkam 2 oy u o'ynamadi va mana bunday super gol kiritdi. Orif Tolipov ta'biri bilan aytganda Bekhimona gol. Undan tashqari kecha Eronda Oston Urunov u ham do'stlar anchadan beri gol kiritmay kelayotgan edi. Persepolisga g'alaba taqdim etgan mana bu golni kiritdi va ayni paytda uning klubi Eron chempionati jadvalida yetakchilikni qo'lga olgan. Albatta, Eldor Shomurodov so'nggi paytlarda Turkiyada qayd etayotgan statistikasi ham do'stlar alohida mavzu. Ayni paytda adashmasam birinchi yoki ikkinchi o'rinda ketyapti 9 ta gol bilan va hozir Başakşehir o'ynayapti 67 yoki 70-daqiqa. Agar Eldor gol kiritmagan bo'lsa, o'sha kuchli ikkitalikda bo'lib turibdi. Va endi o'zimizning ichki chempionat Superligaga qaytamiz. Igor Sergeyev menimcha o'zining eng yaxshi mavsumlaridan birini o'tkazyapti. Endi prime yo'q, buni albatta Igorning o'zi va uni anchadan beri kuzatib yurgan muxlislar biladi. Igor ancha jarohatda bo'ldi, formasini tiklaguncha ancha vaqt ketdi. Do'stlar, bu video bilan nima demoqchiman? Mundial oldidan O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchilari ajoyib statistika qayd etyapti. Hattoki ularning umumiy o'sha statistik yig'indisini oladigan bo'lsak, bu albatta nafaqat futbolchilarga, balki muxlislarga ham yoqishi aniq. To'g'risi do'stlar, bizni juda katta mundial kutyapti va O'zbekiston milliy terma jamoasidagi futbolchilar shu jumladan bugun o'ynamagan bo'lsa-da, Abduqodir Husanov ham ungacha ancha yaxshigina o'zini formasini ko'tarib oladi va biz O'zbekiston milliy terma jamoasining mundialda umuman balki prime versiyasini ko'rsak kerak. Do'stlar, video oxirida qo'shimcha qilib ketay, Eldor Shomurodov ham 90+7-daqiqada Başakşehir safida gol kiritdi va Başakşehirning 2 ta o'yinli g'alabasi seriyasiga nuqta qo'yildi. Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, kecha Oston Urunov, bugun Igor Sergeyev va davom ettiring yana kimlar mana shu kunlarda O'zbekiston milliy terma jamoasida o'ynaydigan futbolchilar gol kiritdi.